voy namuncha ochishinglar qiyin. Voy keling oyijon. Yo bolaga qo'shilib uxlavatuvmidingiz? Bolaga qarab o'tdim, eshitmabdi-da. Voy yaxshi keldingizmi oyijon? Kelishingizni yetib qo'ymabsiz-da. Voy. Ke, otangiz uyimida so'rab kelaman. Nevaramni boqqani keldim. Undan ko'ra qo'limdagilar oling. Ha, hop. Naima? Qani bolasi olib keling. Cho'miltirmoqchi edim endi oyijon bolani. Ana, kakras kelma. O'zim chayqab beraman, xo'pmi? Suvlarni issiqqina qiling. Voy, yo'q, o'zim cho'miltiraman, siz charchab qolasiz oyijon. Voy, baloni yebsiz shu gapingizga. Eringizni kim katta qilgan? Suvgacha margansovka ramashka tuzni qo'shib qo'ying. Hozir chiqaman. Kamroq gapiring. Voy, Naima? Labi oyijon. Ha bu bolaga pampers tutmasmi? Shuncha aytuvdim sizga. Ha bu bolasini bepusht qilasiz-ku? Ha, nima qilay unda? Ha ko'tli tuting, lattadan ko'pi bormi? Ha eringizni shunaqa katta qilganmiz, o'lmagan bizning joni o'zi. O'g'lim hamma sharoitni qilib qo'ygan bo'lsa. Xo'p oyijon, xo'p. Ha, bolani ham qo'lingizga ko'tarib yuravermang. Hidingizni oladi. Menga bering bolani. Voy, Naima, shirinlik yeb o'tiribsizmi? Voy, nafsingiz bizig'i, emizuvli bo'lsangiz. Voy oyijon, emizmayapman-da, sutim kelmadi. Voy, ha, aytuvdim sizga o'zingiz tug'ing-da. Ana, mana shu narkozingiz hamma sutlaringizni kesgan. Ha, iching, shirin choy iching, moshxo'rni qilib iching, sut bo'ladi. Ha, kashiga o'tvormang. O'g'limni kashi tashishga puli yo'q. Voy, bolani narsasini balo qilasiz. Oyijon, bu bavi-ku, bolani o'yinchoqlarini, so'skalarini, buturkalarini dezinfeksiya qilib beradi. Kiyimlarini bo'lsa oqartirib beradi. Eko mahsulot. Bolaga umuman zarari yo'q. Voy-voy, bizning paytimizda soda bilan tuz bo'lsa bo'ldi edi. Bolaga zarar tegmasa bo'ldi chiqib. Nima balolar chiqib ketgan-a? Voy-voy, o'lmagan bizning joni o'zi. Shunda ham hozirgi kelinlarni oliydi. Voy.